Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rgandan xursandman. Bugun birinchi videomizni qo'yamiz. Birinchi video Arduino Nano haqida bo'ladi. Ya'ni общий qilib gapirganda Arduino o'zi nima, qanday ishlaydi? Birinchi dars. Birinchi darsimiz tushuncha, kirishish, ya'ni birinchi o'zi nima u, nima qilsa bo'ladi? Nima qilinadi o'zi? Shu haqida gaplashamiz. Xo'p. Keyin bu video juda ham oson tushuntirish bo'ladi. Qiyinlashtirib kitobda yozgan narsani o'qib bermayman. O'zim bilgan, tajribamdan kelib chiqib, sizlarga o'z fikrimni aytib tushuntiraman. O'z fikrimni sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Shunda sizlarga tushunish oson bo'ladi. Chunki men ham o'zim kitobdan o'qiganman. Kitobdan o'qib tushunish qiyin. Shunga o'zim dehqonchasiga qilib sizlarga tushuntirib beraman. Qani ketdik. Bu videoda sizlarga iloji boricha tushunarli qilib Arduino o'zi nima va qanday ishlaydi va uni qanday turlari bor. Bu bizning darsimiz bo'ladi. Bu videoni ko'rgan birinchi bu sohada yo'q inson ham tushunishi kerak. Bizning maqsad shu. Ketdik. Hop, Arduino'ning asosi mikrokontroller Atmega 328P. Hop, bu mikroprosessor. Hop, kuchlarni chiqarishi mumkin, o'lchashi mumkin, hisoblashi mumkin, ma'lumotlarni eslab qolishi mumkin. Hop, datchiklarda keladigan ma'lumotlarni o'qishi mumkin. Hop, Wi-Fi, Bluetooth orqali ma'lumotlarni qabul qilishi mumkin. Deylik microSD, ya'ni chipdagi ma'lumotlarni o'qishi mumkin. Hop, lampochka, juda ko'p narsalarni boshqarishi mumkin. Juda. Bu mikrokontrollerni hop, imkoniyatlar chegarasi faqat sizning tasavvuringizga bog'liq. Bu elektronikadagi sizning uchun yangi daraja bo'ladi. Qanchadan qancha narsalarni yasasa bo'ladi. Agar siz bu narsadan foydalanishni bilsangiz. Bu juda ham qiziq va zavqli bo'ladi. Shu ko'rib turgan platangizdagi hamma narsa sizning qulayligingiz uchun ishlab chiqarilgan. Asosi mikrokontroller, bu yoqda proshivka uchun C340 driver, ba'da stabilizatorlar. Arduinoning turi juda ko'p. Uno, Nano, Pro Mini, xuddi shunday, juda ko'p. Lekin biz birinchi Nanodan boshlaymiz. Sababi arzon hamda topish juda ham oson. Xo'sh, endi qiziq joyga keldik. Arduinoning pinlari va ularning vazifalarini ko'rib chiqamiz. Arduinoda hop 10 ta yoki 12 ta sifrovoy kirish-chiqish bor. Hop, sifrovoy kirish-chiqishlar signal qabul qilishi mumkin va chiqarishi mumkin. Hop, qabul qilish deganni biz 5 voltdan 0 voltgacha bo'lgan tebranishlarni nazarda tutamiz. Hop, keyingi portlar A0, A07, analogovoy port. Bular hop, sifrovoy signal chiqarishi mumkin. Hop, kuchlanishi o'lchashi mumkin. 5 voltgacha bo'lgan. Hop, bunga biz analogovoy datchiklarni ulasak bo'ladi. Ulaydigan datchigimiz kuchlanishni juda ham plavno o'zgartirish kerak. Shunda Arduino shuni o'lchab, hisoblab bera oladi. Xo'sh, Arduinoda dasturlash uchun eng oddiy bo'lgan dastur Arduino IDE. Eng kuchsiz kompyuter ham, notebook ham buni ko'taraveradi. Xo'sh, mana ochib oldik. Bizda ochganimizda mana shu pustoy kod kutib turadi. Arduino dasturlashda bizda ikkita sikl bor. Void setup va loop. Setup siklda har doim Arduino qayta yonganda yokida boshidan ishga tushganda bajariladigan vazifalar bor. Ya'ni siz Arduinoni yoqdingiz va kodda deylik qaysi pin nimaligini belgilab ketishingiz kerak. Void loop esa
Arduino'ning ichidagi pрошивка qayta ishlaydi. Loopni ichidagi. Ya'ni siz yozgan narsangiz deylik LED yonib o'chishi, pinlar tekshirilishi qayta ishlab boradi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdan bosamiz va o'zimizni platamiz tanlab olamiz. O'zi bu yerda chiqadi, qaysi portga ulangani ham chiqadi. Xo'p, uladik. Keyingi masala. Arduino Xitoy bo'lsa, uni yerda protsessor deb qo'ygan. Agar Arduino'ni topa olmasa kompyuteringiz, mana shuni Atmega 328P old board ladder. Inglizcha o'qish bilmayman, bilmaysizlar. Shunaqa protsessorlar ham bor. Ya'ni ikki xil. Birinchi variant yoki ikkinchi variant. Agar o'qimasa siz Arduino'ngizda. Endi bunga bitta eng oddiy pрошивка yozamiz. Eng oddiy Arduino'ga yoziladigan klassik pрошивка. Void setup, ya'ni ish boshlashdan oldingi tayyorgarlik. Mana pin mod 13, ya'ni biz 13-pinni chiqish qilib sozlab oldik. Endi void loop, ya'ni cheksiz qaytariladigan sikl. Digital write 13-pin high yonadi. Delay, bu vaqt millisekundda hisoblanadi Arduino'da, 1000 millisekund, ya'ni 1 sekund. Yana digital write 13-pin low, ya'ni o'chadi. Bu ham 1 sekundga. Natija. Xo'p, Arduino'ni Nanosda 13-pinga mana bu LED ulangan bo'ladi. Shunda biz hozir pрошивка orqali shu LEDni o'chirib yoqamiz. Demak, biz hozir 13-pinga bitta svetodiod qo'shsak, u ham o'chib yonadi. Endi biz buni vaqtini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, deylik, yonishini 100 qilaylik, tezlashadi, ha? O'chishini 10 sekund qilaylik. Quyib ko'ramiz, ketyapti. Quydi va quyib bo'ldi. Natija 10 sekund kutamiz endi. Ana. Ko'rishingiz mumkin. Davomlarini keyingi darslarda yanada tushunarliroq qilishga harakat qilaman. Xo'sh, jiddiy tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'rilashga harakat qilamiz, chunki mana birinchi marta bunaqa video olishim. Lekin asl ma'nosini tushuntirib oldim deb o'ylayman. Savollar bo'lsa yozishingiz mumkin. Hammaga rahmat.